Qarindoshlar, Uyg'urman YouTube kanalimga kelganlarni chin ko'nglimdan qarshi olaman. In order to support Urhirman in our endeavors to produce the best content, please consider subscribing to our Patreon. For as low as $3 a month, you will have early access to our content, exclusive posts, Patreon-only content, insider looks behind the scenes of Urhirman, names included in the credits of each episode, and much more for other tiers, although we urge you to at least get Tier 1. For those who are more generous, we have a Tier 2 and Tier 3, which include everything mentioned in Tier 1 and a few more benefits. By subscribing, you will be helping us move towards this as a full-time job, thereby freeing up our time to focus solely on bringing you the best content. You can find our Patreon at patreon.com/Urhirman. Also, the link can be found in the description below. Thank you. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bayam ovozi ichilmabdi. Bir muncha ketdimi? Bayam ko'rguninglar bu Patreon degan bizning torbat ham bizning asosliq maqolalarni birinchi vaqtda e'lon qildigan torbetimiz. Hem bizge azab bolsanglar, şuningdan şuningga kirib Uyg'urmanni bassanglar, bizge azab bo'lsizlar. Bizge azab bo'lgandan keyin bizning shu emgekimizni birinchi vaqtda topshirib olasizlar. Bizge guruh bo'lib, biz bilan tang birga ishlaganlar bo'lsa, ashta qilsanglar bo'ldi. Qo'llab qo'yishinglarni xohlayman. Yana birisi bugungi naqmaydan chiqishimning asosli sababi xizmatimning bizning bu atgan xizmatlarimizning sizlarga doklad qilish ham kelgusidagi xiyollarimiz, planlarimiz degandek. Nurg'un qarindoshlarim mende so'rdi va Murodli qanday olib ketdi deb. Necha kunning yog'i ekranga chiqmasligimning sababi shu. Murodil shu bitti yo'qolib ketgan bitti hech qanday bizda xabar yo'q. Ham biz kom deganda bir 10 mediaga xat yozib qildik. Undan keyin faqat bizning Uyg'urman guruh bilan, undan keyin boshqa qarindoshlarim bizga yordam qilib, "Voy, men taniydigan muxbirlar bor, u bu" dedi. Ashlarmi aloqa qilishyotdi, lekin bizga tunugun bir 3 tunugun bo'lib shu jami aran 3 muxbir topshirib oldik narsani biz sen sizlar bilan tez aloqa qilishimiz eng qisqa vaqtning ichida dedi hamda shuni xabarni kutyapmiz. Biz azto'la qo'shildik, azto'la xili bir kayfiyatimiz azroq bo'lsin o'ringa tushdi. Uning oldida faqat hech qanday bu Murodning ishini dunyo sayziga chiqmadi, va'da berganga o'xshash, amma xalqaro bildirmaydigan va'da berganga o'xshash qilolmagandek, yams ishlarim qamlashmayotgandek his qilib qolgan. Biroq hozir yaxshi bo'layotdi, yaxshi boshlanish hamda sal-pal umidni his qilyapman. Cho'qim buni bir necha yerda chiqara olamiz. Aşınınğa hem közümüz yetidi. Şunlaşqa Murodilning ishini mishagicha deb turay. Uningdan keyin kelgusida bizning nima planlar bor. Kelgusida ham eng yaqin vaqtning ichidagi planimizni desam, bizning shu Uyg'urman guruhi ba'zan shu inglizcha so'zlaydigan tarixshunos shu tadqiqotchilarni bir ekip bundan keyin Uyg'urlarning tarixi to'g'riliq inglizcha az to'la bir dunyoga tushuncha berish, Uyg'ur chet-elliklarga, dunyodagi insonlarga, boshqa davlatlarga biz ingliz tilida Uyg'urning zodi tarixi qayerdan qayergacha
bizning madaniyatimiz hali qayerdan kelgan, qaysi vaqtlarda gullangan, qanday bo'lgan degan ishlarni o'sha g'arb allarining tadqiqotchilarining og'zidan bir anglab beqishni loyiq ko'rib, işte bir live stream ya bo'lmasa maqola, uniki savol javob shaklida har xil faoliyatlarni ib bormoqchi. Ham buningdagi sabab bo'lsa, ba'zan mashtar dedi, ba'zan qarindosh emas hamda ba'zan shu ingliz tili so'zlaydiganlarning fikri bo'lsa, Uyg'urlar bak o'zini musulmon dunyosiga urib ketdi, o'zini musulmon Uyg'ur deb. Uyg'ur degan Uyg'ur ham musulmon degan qatmizanglar u yo'lning mag'lub bo'lganligini ko'rdinglar, musulmonlarning hayot qilgan ishi shu. Uyg'urlarning boshqa mushtaq qo'llag'uvchilar kerak deb. U qo'llag'uvchilar nereden topamiz degan chaqda o'zimizning tarixini dunyoga oshkorlasak, shu qo'llag'uvchilar o'zligidan keladi. Masalan, shu oq ko'rinishdagi shu xaritani yig'ib bilsanglar, shu parchalanib chiqqan davlatlar sap bizning o'z vaqtidagi 17 ming yil burungi Uyg'ur imperiyadan parchalanib chiqqan millat ham davlatlar bo'ldi ekan. Buningga necha yillardan beri tadqiqotchilar tadqiq qilgan shunchaki natijalar bor ekan. Ularni tayyorlab qo'yadi. Atbugun biz savol so'roqni yaxshi qilib, bir yaxshi chiroyli qilib buni bir sizlarga sunmoqchi. Allah xolisa. Şunun bilan bizning shu tariximizni dunyoga ham Uyg'urlarning tarixini dunyoga bildirish orqali qo'llag'uvchilarni topsak, cho'qim bizning bu yangi xil usul bo'lishimiz mumkin, bu inqilobga foydali bo'lishi mumkin. Chunki bizning hozir qo'llag'uvchilarimizning dushmanimiz ko'p. Dushmanimiz garchi shu xalqaro bo'lsin, yoki internet to'rlariga chiqsanglar, xalq qo'llagan bilan davlat qo'llamasa, ya'ni shu iqtidorga ega iqtidorga shu cho'ng davlatlar qo'llamasa bika. Bu yerdagi agar biz tariximizni obdan tushuntirib qila olsak, bu yerdagi kuchli qo'llovchi davlatlarimizning ko'plab chiqishi natijasi cho'qim bizning bu ishimiz foyda yetkazdi. Masalan, Amerika, Avstraliya degan ashlarning asli native shu yerlik indianlar asli Uyg'ur bilan shunchaki ketishlikka buningda hamda isbotlar bor ekan. Buni biz shu bildirish orqali xalqqa, dunyoga bildirish orqali Uyg'urlarning inovatini qaytadan tiklab chiqarmoqchi, Xudoyim bersa. Shu kelgusidagi bizning plan shu. Bu yerda ama o'zim nimishki bu o'zimizning tarixi, bizning yuksak imperiyamizga qiziqib qolgan desanglar, bu nurg'un sabab bor. So'zlab bersam, başta birinchisi men maktab bitirib, oliy maktab bitirib, vatanda vaqtimda Urumchida bir turkning bir qahvaxonasini mang'uzgan. Turkning qahvaxonasini mang'uzganda shuning bilan işte paranglashib, o'zimizning tarixi shu biz vatanda hargiz bilmaydigan nurg'un tarixlarni shu turkning og'zidan anglab, hem ba'zan sayohatchilarni, Yevropadan sayohatchilarni shu bizning vatan Urumchilarga kelib, shu G'uljilarga, shu bizning tog'lar, Tangri tog'larga, Altay tog'lariga berib o'zining shu ajdodlarini izdagili kelgan chataliklarni uchratdik, ham angladim. Men hayron qoldim, bu chataliklar bu qanday bo'lib o'zining tarixini bizning bu zamindan izlab qoldi deb shuni qiziqib izlanib, shunday qilgan, o'zim gutishliq bir necha xulosalarga erishgan, o'zimizning tarixining shunchalik buyuk ekanligini his qilgan. Undan keyin ikkinchi sabab bo'lsa, ikkinchi meni shu yo'lga olib kelgan sabab bo'lsa, mening ayolim shu o'zinglar bilsizlar, ba'zilaringlar Uyg'ur emas, bu Magyar Türk qini bor, 4dan 1 qismi. Qolgan qismi shu Angliyalikka, biroq 4dan 1 qism Magyar Türk bo'lg'achqa o'zini, shu Magyar bo'lg'achqa o'zini shu shunchalik faxrlandi. Shu qinidan boshqa Angliya, o Germaniya tarafda qinidan faxrlanmaydi. Magyar bo'lganligidan shunday faxrlanib o'zini ichida so'zlab biz yeng tanishgan vaqtlarda bu ashada aytdim, men yeng tanishib o'zimni tushuntirishga tirishib qilgan vaqtimda bu ayolim Uyg'urlarning tarixini menga so'zlab berib, işte tanishib, paranglashib qilgan vaqtlarimizda ashunda paranglar jiq chiqqan ham
bizning ajdodlarimiz Uyg'urlar deb işte gapni bayron qildirib aytganda, mana sizlar bizning ajdodlarimiz u bu deb. O'zim shunda xo'sh bo'lgan shu chaqda boshlab o'zim faxrlanib, işte qilgan ham biz nurg'un izlanishlarni qildik. Shu oxirida bu faqat Hungariyaliklar emas, shu German hatta shu men atugin taklif qildigan shu ingliz so'zlaydigan shu olimlarning shu tadqiqotchilarning o'zlarining shu Yevropalik bo'lish sifati bilan lekin o'zining qandoq bo'lib Uyg'urlar bilan bog'langanligini bizga tushuntirib, dunyoga shunda billa işte naq maydon qilib ko'rsatmoqchi. Hamda bu yerda buning roli menchi bo'lsa bak cho'ng, hamda bu xil usul, hamda yana bir xil bizning yangilik inqilob yo'limiz bo'lib qolishi mumkin. Masalan, birinchi qadam hamda Uyg'ur o'zimizga bo'lgan faxr tuyg'uni cho'qim bir yetildirmasak, o'zimizga bo'lgan tushunchani qaytadan bir tiklamasak, dunyoga bir bildatmasak, bu bir zimin qaytarib olamiz. O ziminning egisi ham biz bir Uyg'urning shu varisi bo'lish sifatimiz bilan biz o'ttirg'i sakrab hamda o'zimizning to'g'ri bo'lgan dunyo e'tirof qiladigan tarixlarimizni texmo dunyoga tanıtmasak, bu internetni bu Xitoyning yağan saxta tarixlari to'shab ketdi. Bu Xitoy bu hozirda boshlab shu Gonsandandan boshlab yağan tarix yozgan emas. Bularning tarixi masalan bir Uyg'ur degani g'arblarning kitobi qarsanglar Uyg'ur deb qaramas. Hozirgacha biz Uyg'ur mana 17 ming yil bo'libdi bu qisqa tariximiz texa. 17 ming yilning yağı g'arblarning kitobida bizning ismimiz Uyg'ur. Biroq Xitoy u tili kamigashga har bir sulolada o'xshamagan bizni atab kelgan hamda. Shunda qilib qalaymiqan qo'ydi. O'xshash millatni o'xshamagan sulolda bular o'xshamagan usulda yizib yo'qla qiladi. Masalan, Shongnu denken Xuyxe denken Weiwar deb har xil yizib anlaştırıp qalaymakançılık çıqırıp bu yerda aşında qilib bizning tariximizni yo'q qilib oxiri akab nim dedi, oxiri akab bizni aşında changlashib ketgan Xitoylar bilan shu farzlarning changlashgan pushti deb aqtashlik kitibiga işte e'lon qildi hamda bu narsalarga biz qarab tursak bo'lmaydi qarindoshlar. Bu narsalarga bundaq o'zimizning tarixini boshqalar burmilab bizni aşında yo'qqa chiqirib etib, bizni aşında nachar bir yaqinqi davrda bir paydo bo'lib changlashib chiqqan bir millat degan desa, bu bizga bir tillik foydasi yo'q. Buning bilan cho'qim ilish kerak. Buni yolg'on deb maydimizga mushlab to'g'ri usulda buni dunyoga bildirishimiz kerak. Hem shu Xitoylar nimadan qo'rqsa shuni qilamiz deganga o'xshash, Xitoylar o'zining tarixini haq bilib qolarmikin deyishdan qo'rqadi. Hamda biz qo'rqmay bu sahnaga chiqib hamda bundan keyin millat uchun, vatan uchun ish qilamiz deyotganmiz. Uningdan qo'rqmay hamda shu tarix, garchi men tarixshunos bo'lsam, işte tarixshunoslarni aklib taklif qilib savol so'roq orqali shunday bir faoliyatlarni qilmoqchi. Hamda bu o'zimga tushliq bir xizmatimning bir qismi. Shu kelgusidagi ishlar sabab agar qo'shilsanglar, yaxshi yoqtirsanglar, o'y xiyolimizni bizga qetilsanglar bo'ladi, yaxshi materiallar bo'lsa avassanglar bo'ladi, yo'qsa bu ishlarni tan qilsak ham bo'ladi. Yana deymay, yana shu qetilinglar bizga, bizning guruh qetilinglar, bizning Patreonni qo'llanglar, bizning shu Uyg'urning kelgusi uchun guruhlab to'xtamay ishlashimizga bizga bir xil kuch beringlar. Bundan keyin texnologik natijalarni oldinglarga sunamiz. Xudoyim bilsa shu hozircha Murodilning ishi shunchalik. Murodilning ishini biz shu maqolda Murodil to'g'riliq bir 8 maqola yozib bo'ldik. Undan keyin videoni bir 7-8 videoni Murodil to'g'riliq işte ishildik. Ashlarni shu muxbirlarga ko'rsatish orqali jiddiy tusni berish uchun emaillarni yozib qildik. Endi ularni cho'qim bo'lmadi deganda bir ikkisi cho'qim bizni izlaydi deb o'ylayman. Bizni izlab qilgandan keyin undan keyin ular bilan ko'rishib, dunyoga shu Murodilning qandaq kep bizning guruhga qandaq ketilib, qandaq so'zlarni qilib, qandaq videolarni tarqitib, qandaq yo'qolib ketgan hammani dunyoga jakalaymiz. Bu Xitoyga bir cho'ng zarba bo'lishi mumkin agar yaxshi qila olsa, Xudoyim bilsa. Yana birsam shu
asli Uyg'ur kim? Uyg'ur hargiz sen degandek o unda emas. Ha. O'zinglar o'ylasanglar, bularda oldingi videorimda dedim qarindoshlar, bu bizning Uyg'ur madaniyat ya bo'lmasa nurg'un narsalarimiz bu bir tafakkur boshqa millatlarga o'xshasak bu mumkin emas, bir boshqachalar bir hatto bir xil men o'zim yoshda tashqi bilan kelgan millatmi yo bizni deb o'ylab qolgandek darajada gapni ochig'ini qilsam. Nurg'un hatto Şu Araplarni ko'ryapmiz qarindoshlar, jangalda yashab hech qanday bir madaniyat degan narsa yo'q ularda. Bir kiyim-kechakni o'ngshab kiyamaydigan bir millat ham. Ularni tillig'imiz emas, hamda shunchalik hamda Uyg'urlarning bu saltanatiga silishtirganda. Masalan, Xitoylarni ko'ryapsizlar, hozir dunyo hujumimiz deb maydasiga mushilgan bilan bir 100 yil bo'lmagan Xanzu degan bu millat amaliyotda shu mavzudan buni jig'ib pakab hamma millatni changlashtirib jig'ib Xanzu qilmagan bo'lsa, bu Xanzu degan millatmi yo'q amaliyotda. Aşı narsalarni hamda biz so'zlaydigan, qo'rqmay deydigan vaqti keldi. Uni ustalning o'tirsa qo'yib demasak bo'lmaydi hamda buning birat maqola bilan ish bitmaydi hamda biz qo'rqmay Uyg'ur degan mundaq millat yo'q, lekin bizni Xitoy asta munda tariximizni o'zgartib oxiri yo'q chiqarib bizning shu go'zal shu butun boyliqqa ega shu zaminimizni butunlay ega bo'lmoqchi deb hamda demisimi shu qarindoshlar, bizning bu inqilob hamda hargizmi bir human right, kishilik huquq yoki unda ishlar emas, bu dinning ishi emas. Bu musulmon bo'lib qolg'achqa bizni bu yerda qirib qilmadi, uni muqimlashtiraylik qarindoshlar. Biz faqat shu zaminning egisi bo'lg'achqa, shu munbat tuproqning egisi bo'lg'achqa bizni yo'q qilmoqchi qarindoshlar. Buningga cho'qqim muqimlashtirayotmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa biz gangrab qolamiz, chechilib ketamiz qarindoshlar. Nurg'un bo'lmasa qo'yib bersak ba'zanlar shunda hozirmi bizni shu nimaga taqab human right abuse deb kishilik huquq deb sandichiligi deb shuningga taqab bizning da'volarimizni qilyotdi. To'g'ri emas. Biznikini faqat shu Uyg'ur qirg'inchiligi, genocide zaminni iyilish uchun bizni az qirmidi, yo'qni bizni bir insonning qatorida ko'midi. Bu biz amaliyotda inson qatoriga ko'migidek bir millat emas, aksicha dunyoni hayron qoldirayotgandek, dunyoga o'zimizning kimligini bildirsak, shular opirin o'qidek bir millat. O'zimizni tushundirmasak, o'zimizni boshqalarga tushundirmasak, shu bizning tariximizni haqlar ashunda yozdi, taqib yozdi hechni deyamaysan. Hamda biz qudrat topimiz, o'rnimizdan qopimiz, tik turimiz, bundan keyin Xitoyga mushatimiz, erdek yashaymiz deydi ekanmiz. O'zimizning kimligini tonitib, igi chiqadigan narsalar, igi chiqib, o'zimizning tarixiga igi chiqmasa olmaydi qarindoshlar. Bu bir bizning kelgusimizga shunchalik foydali. Ammo dushmanimiz jiq bir dushman, ammo bu dushmanning bu yag'an saxta narsalari hargiz putirib turmaydi qarindoshlar. Haqiqat yana oxiri chiqdi. Shunlashqa bizning bu guruhga Justice Believer deb qo'ygan haqiqat, chunki haqqoniyat degan bu narsalar mangu oxiri yengib chiqadigan narsalar qarindoshlar. Unda bo'lgandan keyin biz cho'qim o'zimizning tarixini dunyoga bildirishimiz kerak. Buni ko'chilab so'rashimiz kerak. Uyg'ur kim o, turk kim o, hun kim o, qachondan qachongacha bu Yevropa, bu boshqa millatlar qandoq kelgan yo'qmi shu qit'a, shu xaritadagi, shu oq ko'rinishli xaritadagi shu boshqa davlatlar qandoq biz bilan qandoq munosabatlik degan ishlarga vaqtimizni, zehnimizni ajratsak arziydigan bir topiklar qarindoshlar, bu bir yaxshi temalar. Qildigan ishlar nurg'un, shunlashqa yana deymiz, yana shu sizlarning qo'llashinglarga muhtoj. Mana videolarimizni tarqatib, vaqti-vaqtida ko'rib qilib bersanglar, xudoyim bilsa, biz margizlarni umidlantirmaymiz. Mening bu guruhimda hozir yana bir necha bal Uyg'ur qetildi. Ham shu Amerikadan ularni yaxshi yordamlarni qilib turadi. Ko'pinchisi yana shu ingliz so'zlaydigan chet-elliklar. Bu Uyg'urning ishi, chunki bu Uyg'urning ishini biz shu boshqa ellar bilan chatgan vaqtimizda, o'zimizning tarix orqali chatgan vaqtimizda bu sening emas, bu dunyoning ishi bo'ladi qarindoshlar. U dunyoning masalan shu nurg'un millatlar o'zining tarixini aqtirib, masalan shu yana Uyg'ur bilan chetishlik deb
özünü Uyğur bilan bağlap, özünü Uyğurның püşti dep his qıldıgan insanlar nurğunke, nurğun alımlar jındaqke. Məsələn, mən paranlaşqan bir insan özünün apısının şu Janubiy Finlandiyaga yaqin Lapland degan yerdan kelganke. Bu mening apam ap taraf Uyg'urning pushti, ap taraf Uyg'urning pushti desam, mantiqa ashadagi bir Uyg'ur ashaga borgan bir Uyg'ur ayol ekanda apisi desam, asli bu Yevropalik ekan, butunlay Yevropa tug'ilgan, necha yuz yildan beri ash Yevropada yashagan Lapland degan shu Finlandiyaning shimol tarafida yashaydigan işte bir insanlarga ashlar o'zini Uyg'urga chetishlik deydi ekan. Shu o'zlari ashlar degan yerda biz bu yerda biz musulmonlik deb 1000 yillik tariximizni so'zlab olsak, haqqi tetimaydi. Ham o'zingning kimligini o'zing bilmasang, sen hargiz yashab bo'lmaysan, putirab turib bo'lmaysan. Shunlashqa biz o'zimizning kimligini cho'qim bilib yashash uchun men shunday programmalarni atugin tayyorlik qilib, shu olim, shu tadqiqotchilarning bu vaqtiga qarta xulosalab yaxshi bir müştaq naq meydan qilmoqchi. Xudoyim bilsa, cho'qim yaxshi bo'lishini tilashib bildirma. Muradilning ishinimi hargiz bal qo'yib o'tmayman. Unimi shu kam deganda men deganga o'xshash 2-3 cho'ng bir mediaga chiqib bo'lmadi deganda bir necha maqola, ishlarning og'zidan bir maqola, videolarni bir ko'migicha men uni to'xtab qolmayman. Bizning hozirgi nishonimiz, xizmat planlarimiz mishakagicha qarindoshlar. Qo'llasanglar, qo'llab beringlar. Rıgbatlandırıp koyunlar, ama o başka gruptaşlarım, İngiliz sözleydiğen gruptaşlarım kösün, bizni kollaydı ki o bu dep. Bu mesela ben İngiliz sil başlayan bu işini ben bütün Uygur çıkıp gelsem, ulanın vaktini işletemey, lakadek vaktini ulanın kılışını fıkamay kıldık ya, ama bizden Uygurlar şimdi yaxşı inkaslar kevatıdı, müştemizde kılaylı deydiğen gibi yaxşı fırsat sebep buludu. Mujinchilik qarindoshlar bugun tayyorliqsiz undan keyin mishtalam jiddiy bir xuturish qiytay qarindoshlarimga deplam chiqib qoldim. Bundan keyin yana qanday ishlar bo'lsa, yana deganga o'xshash davomlashtirib turma. Sizlarni ko'plab tarqitib qo'yishinglarni ham bizning shu Patreon guruhiga kirishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Ondan ki meyge bir inkaslar çıkıyordu. Uyghur forms two groups upon the Orkhon rivers and the Karakoram mountain. So rivers. Meyge de nurgun bizden müşahazın davat kallarımızı ketildiğin qarindoshlar Uyg'urning tarihi o bek uzun o bu deb davat edim mana biz. Onu biz bilmesek qarindoshlar, biz uxlab qalsak şu işte qırılımız. Biz özümüzün kimligini bilmey, biz Müslüman fakat Aleyhimullah deplam yüksek bo'lmaydi qarindoshlar. Özümüzün kimligini meydimizin muşlap, ben degen palanç pokkuncha, men degen manda bizning ajdodlarimiz manda men bu varislik qilayotgan bu isim Uyg'ur degan isim manda deb so'rab, ba'zilar ashunda Uyg'urga chetishlik millatlar bo'lsa, voy seningmi biz ikkimizning chetishligi va deb turib, paranlasak bu boshqacha qarindoshlar. Şonlaşqa özümüzden pəxir tuygusunu aşırış üçün, özümüzden bu inqilabның nişanını teximi iniqlaş üçün çoxum bunu oturup qoyub sözləmisək bo'lmaydi. Uyg'urlarımızda nurgun tarixçilərimiz var, amma mən rasmi ingilisçe ularning inglizcimda nutq berib qığını anlamadım. Şonlaşqa bu yerdə bu atqını azı dunyaga bildiriş. Məsələn, nurgun özümüzdən yaxşı tarixçilərimiz var. Belki şularını mı teklif qilishim mumkin? İngliz tili bilsa billa o'tirib, işte 3-4 odam billa o'tirib paran qilish, işte Uyg'urning tarixini bilishga nisb qilishini xohlayman. Seven Garage. Ben ona da to'xtalib bo'ldim. Bu Muradil to'g'riliq sen qaytlab ko'rsang oldu. Bo'lmasa Wikimedia ishga qitim degan bo'lib qoldi. Qisqacha desam shu bir nechta qaytuvgan bo'ldi. Pat yaqinda biz bilan aloqa qilishadigan bo'ldi. Xudoyim bilsa, u ishni bal qo'yib o'tmasaklar, oxirini chiqara olamiz inshaalloh. Shu Xitoy qanda ishimizga o'shilsa, shu ishni qilamiz bundan keyin. Shu o'zimizning tarixini bizni yog'onlardan aqtashlik kitob deb anda chiqargan bo'lsa, biz mayaqdan qopab, mana dunyo Uyg'urning kimligini bilinglar deb turib so'zlamoqchi bundan keyin. Shu biz u dunyoning qo'llashiga erishimiz deydiganmiz.
Dunyoga o'zimizning kimligini bildirmasak, qo'lishi g'irish bilolmaymiz. Dunyoga men faqat turkdim, men faqat musulmondim desang bu yetmaydi. Sen zali qanday bir millat seni bir qo'llig'idek ishing bormi, sen bir qo'llashga loyiq bir millatmi deb turib o'ylaydi ularmi? Munda yer bo'ldigan bo'lsa deb. Yana bir sabab ras men sizlarga dey. Yana bir sabab meni bir Uyg'ur bo'lganligimda shunchalik faxrlanadigan yeri men shu hozirgi xizmatim hozir virus deb taqobatdi shirkatimizda hozir vaqtliq, biroq men shu shirkatga intervyuga borgan vaqtimda hammasi shuncha hurmatlayotganda bu CEOsini bu shirkatning bu o'ris odamga rossiyalik 270 necha kirgan ammo degan shunchalik salobatlik shunchalik mardon bir xil jalliq odamga hammasi degan shu nurg'un xitoylarga qo'lasi ishlaydigan ishlar degan voy deb yog'an ijara pashta xoshamatchilik qildi ekan. Men boshda intervyu qilgan chaqda meni shu Xitoy menejer, undan keyin boshqalar intervyu qildi, undan keyin Xitoy qo'papaz anladik bu ishni. Yog'an newslarni bu deb Uyg'ur bo'layotgan. Men dedim, Uyg'ur bo'layotgan ishi o kampning ishlari yog'an ish emas. Men vatandan 2017-yilda yangi keldim, bu deb shunda bu Xitoy o'zi ichi boshda meni hamda vatanda bizlar bizni yaratmaslikqa tirishidi. Amaliyotda o'zlari qo'rqaydi, shunchalik ichidan bizning kimligimizda aprin qildi, qo'rqa o'zini pes ko'rdi amaliyotda bular, biroq ashni yipishga tirishidi. Uyg'ur sizlarga asonliq millat deyish orqali. Biz sizlarni besib oldik deyish orqali. Bularning Xitoyning psixikasi. O'ngab to'taraplar qopsa jimiydi bu Xitoy. Shundan uning bilan intervyuni tugitib bo'lgan ekan, atse shu birinchi qo'l boshliq bilan intervyu bo'lgan bo'ldi. Shunga men degan tayyorliklarni qilib qandaqdir desam, bu shu bizning shu CEO, rossiyalik CEO kep sen elektride men Uyg'ur desam, voy sen Uyg'ur, mening momam Uyg'ur, u bu deb bizning aptarab Uyg'ur. Uyg'urning mandaq madaniyati bor, u bu deb mendan hech qanday ortiq savol so'ramaylam. Hammasini yig'ib akab, shu Xitoylarni yig'ib akab, bu mening qon qirindishim bo'lg'ashqa ishilishni qaror qildim. U bu deb meni shu hozirgi shirkatim hamda shu oilamni ta'minligidek yaxshi maosh berib turib qiladi. Bu faqat Uyg'ur bo'lib qolganligim, shu ota buvularimning shu saltanati, shu shundaq davlatlarni qurib dunyoni titratgachkam shu nurg'un odamlarning boshqa chet elliklarning amaliyotda tigitak deb shu ajdodlarni apasa Uyg'ur bo'ladigan nurg'unlarning shundaqki hamda tarix qiziqadiganlarning. Shunga mening shu boshlig'immi ana taraf nimasi Uyg'ur deb. Ham Uyg'ur bo'lgandan pushayman eng faxrlandigan, chunki Uyg'urning madaniyati nurg'un millat yo'q, chunki bizda qoidasi u bu bakchiq. Shu anglagan qoidasilar sap Uyg'urdan kelgan qoidasilar o'g'ashqa shular shunchalik Uyg'ur deb o'zini qo'shildi ekan. Ular faxrlandi ekan. Ham meni ashadila iniq dedi Xitoyni olga bu Uyg'urga mening qandishimga shundashqa bunga bir fursat beraylik deblam meni xizmatiga oldi. Xitoylar hayron qoldi. Shuningdan keyin menga boshqacha qaraydigan bo'ldi. Shu Uyg'urimizning tarixini o'zimiz bilsak, shundaq ishlardan bizga foydasi bor qarindoshlar. O bir xizmatlar emas, kelgusi vatanni qaytarib olamiz qarindoshlar. Bizning ota buvularimizni shu yaratgan madaniyat, shu davlat, shu saltanat tariximizni biz dunyoga bildirsak, vatanni qaytarib olish bu bir tasdiq emas qarindoshlar. Ham Uyg'ur ismi bo'lgan vatanni qaytarib olish. Bu Uyg'ur shu biz varislik qila olgan ilimizga, shu ismga varis qila olganimizga biz o'zimizdan o'zimiz shunchalik faxrlansak bo'ldi. Atugan ota-buvularimizga ota-buvularimizdan Uyg'ur bo'lib qolganligi biz shuni varis qilganligimizga shunchalik faxrlanamiz ham cho'qim. Men Uyg'ur deb turib olganlar jiqib ketadi bag'ansir. Men shunga ishonman. Hozir hammasi va men Uyg'ur emas, u bu tinnep yamisi, men o'zbek yamisi, men turk deb olganlar nurg'un. Atugun ko'rsizlar qarindoshlar, va men Uyg'ur deydiganlar jiqlab ko'plab chiqadi. Xudoyim bilsa. Ammo sen bilan men shu Uyg'urning kimligini dunyoga bildiramamdiq. Shuningda gap qarindoshlar. Bu narsa bu tarix shu tadqiqot hamma narsa mishada hamda shu bizning tariximiz baklam uzun bo'lg'ashqa ba'zan narsalar xalqning kalisi yetib bo'lmaydi. Bunga izlanish kerak, bunga dalil paketlarni qo'yib turib so'zlash kerak. Shunga biz bu live streamni, bizning tariximiz bo'lgan live streamni sal kechiktirdik. Sal tayyorlik qilib chiqishni o'ylashdik, ammo
sal shu eng yaxshi sifatlik chiqarish uchun shu oyning oxiri yoki shu 10 oyning boshlari bo'lib qilishi mumkin. Shuningga hammanglarning shu qadam tekshirib qilib qo'llab berishinglarni umid qilaman. Yana savollaringlar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi. Yes, Hasarbat degan qarinishimiz Urdu baliqni bizning qolgan 2000 yil burun qolganimizning gapini qilyotdi. Uyg'ur qolgan edi. Shu simga shu Uyg'ur qolgan edi bizga desa o 2000 yil burun qolgan ediga u bu deymiz amaliyotda o'tiqi Uyg'urlarning tarixining ichidagi bir yaqinqi davrlar amaliyotda. O'ylasanglar. Bizning bu tariximizni bu g'arb erlari 17 ming yıl kam degende 17 ming yıl Xitay mayada biz 5 ming yıllık tariximiz var deb maydizim ushlab xoşal o'qib bassa Uyg'urning işte yazma tarihi kam degende 17 ming yıl. Hamda men oldingi videomda degan o'yliqi muqtasini so'zlab Uyg'urning birinchi imperiyasi ba'zan tarixchilar texi bizning million yil oldi deb so'zlayotdi. Shunga mishada qanday ishlar va bomba degende 17 ming yil bo'lsa dunyoni hayron qoldiradigan bir tarix bu. Sen qo'pib Amerikaning tarixini o'ylab baq, Avstraliyaga yamsiz nalikning tarixini sen so'rab baqsanglar bo'ladi. Sening tarixing qancha ming yil bu deb. Qanchalik tarixinglar var deb. Hergiz bir Uyg'urniki yaqin kelmaydi. Hamda shunda bo'lgan turug'liq biz nimishga faxrlanib, o'zimizning kimligini faxrlanib, xo'shal yamsiz mardona yaşamaymiz. Bizde bir xil alaqa g'iriblik bor albatta chunki biz ko'rayotganlarimiz ammo buni o'zgartgili bo'ladi qarindoshlar cho'qimdan cho'qim maybe very yeah, Seven Garage mayada musulmon yes mening bu islom uyg'urga bo'lgan tushuncham hamda musulmon degan bilan islom ikki xil narsa amaliyotda musulmon balkim jannatga kirmasligi mumkin hamma musulmon unda olgandan keyin biz musulmonlar bo'lsa agishib musulmonlar bo'lsa u bu deb men musulmonlar degan inson u musulmon emasmi uni bilguchi yana bizning egimiz ammo shu islom dini mencha bo'lsa birdan bir to'g'ri din. Birdan bir to'g'ri din hamma dinning xulosasi. Ammo buningga tushunish, buni amal qilish uchun iqtidor ham bilim ketadi. Shuningga nurg'un yerda iqtidorlik o'qigan bandan buni boshqacha tushundi deb tilga olgan. Qur'oni Karimda bu yerda bu mushu kanalimda men amal va islom, uningdan keyin Turkiston yoki Uyg'uriston degan bu ikki temini hozircha so'zligim yo'q. Shu faqat o'zimizning shu tarixlari, o'zimizning shu madaniyatlarini dunyoga tanitish kelgusidagi nimamiz. Bu bizning qanchalik izlib, qanchalik kunda qanchalik bechora ahvolligimizni biraqur burunqi inqilobchilarimiz shu boshqa tashkilotlar asosida bu bildirib bo'ldi. Ham oxir buningmi Yevropadan Amerika boshchiligida Yevropa hozir qitilib dunyoga bir haqiqat to'p bo'ldi. Buni Xitoy haqqancha yapsimi bu bir haqiqat. Dunyoda har xil millatlar o'rnida qo'yib bizga nima namoyishlarni qilib turyotdi. Namoyishlarni o'tkazib biz uchun biz taraf turib sakrab qo'yib qilyotdi. Endi bu yerda men faqat musulmonman deb turasa olmaydi. Musulmon degan bizning faqat eng yaqinqi tariximiz, eng ming yil bo'lgan tariximiz. Biz degan uningdan burunmi Allah'ın dinini qilishga Allah berganga o'xshash biz shunday yaxshi o'tgan bir millat. Biz bu payg'ambar butun hamma payg'ambar Allah'ın payg'ambari bo'lganga o'xshash burunqi payg'ambarlarning dinlarimi cho'qim to'g'ridan deb o'ylayman. Shularga biz agishib kelgan. Unda qo'ygandan keyin shu biz bu o'zimizning kimligini dunyoga bildirgan chaqda faqat biz turkdoq yo biz musulmondoq. Shu sen musulmon, sen turk, biroq sen qaysi zamonning gapini qilyapsan, yaqinqi zamonning gapini qilsang shu. Biz shu. Ammo haqiqiy tonishtirish uchun shu boshdan boshlab tanishtirsak eng yaxshi deb o'ylayman.
dunyoni o'zimizga bog'lashga bak cho'ng turkilik rol o'ynaydi deb o'ylayman. Sizlarmi qaytilsanglar, qarindoshlar, yaxshi qaytilsanglar, qo'shilsanglar bo'ldi, bizga yaxshi fikrlaringlar bo'lsa, desanglar bo'ladi. Yaxshi materiallaring olsa, avatsanglar bo'ladi. Ya'misi o'xshamagan fikr bo'lsa-mi, so'z qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda hargiz qanday bir-birimizning ko'nglini azar berilish emas, biz faqat bir temada to'xtalib, mulozirlashib qilganda unda o'xshamagan fikr degan bak normal, bak normal. Ama bir yerda o'xshamagan fikr bo'lib qolsa, hargiz bir-birimizni dushmanlashmaylik qarindoshlar. Uyg'ur shunchalik az qoldik. Atiga qanchalik haqiqiy, qanchalik nopusimiz bor, qoldi uni atugin bilamiz. Lekin shu azg'inigan Uyg'ur qoldik. Shunchalik Uyg'urning ichida yana shu 1-2% Uyg'ur sirtda shu internetlarda qo'rqmay chiqib qilaligidek Uyg'ur texmi oz. Unda olgandan keyin bir-birimizni yo'llab, bir-birimizga kuch berib, madad berib, ishlarimizni davomlashtiraylik. Shunlashqa bizga haqiqatan amgikimizni so'ysanglar, bizning amgikimizga yaxshi baho bersanglar, ham yaxshi qilib ketalaydiganligimizga ishonsanglar, bizning shu Patreonga a'zo bo'lsanglar bo'ldi. Biz sizlarning qo'llashinglarga muhtoj. Biz shu 24 soat shu Uyg'urning ishini buningdan keyin shu birlashib qilmoqchi. Shu chetalik og'aylarimlar bilan shunlashqa bizga ba'zan qo'llashinglarni aymasliginglarni umid qilaman qarindoshlar. Bir başqa so'zim yo'q. Bu yerda har xil gaplar bo'ladi-da, Uyg'urning tarixi to'g'riliq, men yerda bir qarindoshim Uyg'urning g'olishi islomga kirgandan keyin deb. To'g'ri, shu biz shu Appaxo'jining islomni Appaxo'ji qalaymiqan taqib, ashundan foydalanib o'zini Appaxo'ji o'zini payg'ambar rasulullohning pushti deb bizga tanishtirib Qur'on kitoblarni ko'ydirib qilgandan keyin bizning shu ilmimiz oxirgi chekingandan keyin işte mush kunga qoldik. Ammo buningda islom haqoratlansa men qat'iy qarshi turman. Albatta bu islom degan bizning eng muqaddas bir dinimiz. Menga Alloh musulmon islom dinidan ayrılmasa, lekin bizga uni tushunish uchun, buni tushuntirish uchun, ammo shu bizga ilm ketadi qarindoshlar. Bu bir nimishga desanglar, mening tushunchimda, masalan, bir professorning yozgan kitobini, masalan, ilmiy maqolasini o'qish uchun cho'qim bir menga bilim ketadi. Masalan, men bir ximiyada yoki boshqa bir qanday bir narsada bir alim professorning yozgan nimisini o'qib tushunish uchun menga bilim ketadi. Shunda men boshlang'ich savad olsam, yoki to'liq o'rtani o'qib, yoki normal oliy maktabni o'qib bitasam, balkim o'qib tushunmasligim mumkin. Mening bo'lmadi deganda magistrlik saviyam bo'lsa, men PhD, doktorlik o'qiganlarning ilmiy maqolasini azroq tushuna olmayman. Yermini bo'lsa-mi, ishib ketsa. Ammo butun shu bilimni kim bergan bizga? Butun bilimni shu igimiz bergan. Shu butun ilmning igisi bo'lgan igimizni gapini tushunish uchun albatta sana nurg'un bilim ketadi. Gap dal mishada qarindoshlar. Musulmonlarning holini o'zinglar ko'rsanglar, ular qanchalik ilm fanga qanchalik kuchini beg'ishlaydi. Ilm fan bo'lmasa, o igimizning gapini sen tushunishing hamda bak tasq to'xtaydi. Şonlaşqan bu atqan iş musulmonlarning holi mencha bo'lsa shu. Ammo buni ilm bilan tang ib berib, tang tushunib mangsa, bu kuch belgisi, shu dunyo u dunyolikni berma deganga o'xshash cho'qim belgisi. Bu tarixlarda isbotlangan hamda bu yerda bekchiq to'xtalib ketdik. Nurg'un yaxshi meyada 5 jon qag'inat bor deb Sungur tekin, Kotur tekin, Turkel tekin, yoki Baku tekin deydi. Shu ma qarindoshimizmi shunda yaxshi tushundik ekan. Mushta qarindoshlarimiz bilan to'xtamaymiz shunda birga uygunib, maslahatlashib, yoki mulozirlashib qilishga nisb qilsin.
Mishenchilik bo'lsin, qarindoshlar, yaxshi qatnashib qilib berdinglar. Buningdan keyin agar to'xtalgan temalar bo'lsa, yaxshi temalarni va mushtamda paranglasak bo'ldi desanglar, ash bizning Discord kirib, ma bir yaxshi ishga shuni bir so'zlashamdoq, u bu desanglar, işte live stream qilib, sizlarni kelsanglar, işte paranglasak bo'ladi qarindoshlar. Faqat Uyg'urga foydali bo'ladiganlar ish bo'lsa, o'zimizni texmo algı ilgirleydiğen bo'lsa biz qısaq buludu qarindoshlar. Bu yerda başqa bizga to'salg'i yo'q, chunki biz bundan keyin qo'rqmaydigan shu Muradilning qo'rqmas ro'yidan ham biz uyg'onishimiz kerak. Biz hatto o'zimizni to'xtatmasak, masalan, men o'zimning ajdodimni bir ömür diyemey, so'zlayamay o'tib ketgan, chunki men qo'rqaytdim. Unda desam, Xitoylar birnim qiytamiki yatanamni birnim bo'lib ketamanmiki deb. Andan başlap özümüzün kimligini dunyoga jakalaydigan vaqtimiz keldi. Ammo bizda shunda chiqayotgan qahramonlarni bishimizni ko'taradigan vaqtimiz keldi deb o'ylayman. Ammo shu o'zimning mushunchalik iqtidorim mushunchalik ishonishga mushunchalik qilib turyapmiz hozircha shu Uyg'urning ishini. Yana kelgusida qolganni yana igimiz belgisi. Xudoyim bilsa, kelgusimiz parlaq. Yoqtirsanglar, qo'llab beringlar, tarqitib beringlar. Ondan keyin bizga a'zo bo'linglar qarindoshlar. Bo'ldi. Ko'rishkish aman bo'linglar. Yana Kingston